Poliklinikadagi standart check-up sog'lig'ingiz haqida puch haqiqatni ayta olmaydi. Agar o'zingizni asramoqchi bo'lsangiz, har 6 oyda aynan mana bu 5 ta muhim analizni topshiring. Birinchisi insulin. Bu metabolizmingiz va qarish tezligingiz ko'rsatkichi. Ideal daraja 6 atrofida bo'lishi kerak. Ikkinchi, gamma-sistin insult, infarkt va miyadagi yashirin yallig'lanish xavfini aniq ko'rsatadi. Gamma-sistin 8 dan yuqori bo'lsa, bu jiddiy muammo. Uchinchisi, ferritin a'zolaringizdagi temir zaxirasi. Agar ferritin 40 dan past bo'lsa, hujayrangizda yashash uchun kislorod yetmayapti degani. To'rtinchisi, ultrasezgir reaktiv oqsil. Tomirlaringizni ichidan yemirayotgan yashirin tizimli yallig'lanishni ko'rsatib beradi. Beshinchisi, glikirlangan gemoglobin. So'nggi 3 oylik o'rtacha shakar darajangiz organizmingizni ichidan qanchalik shakarlanib borayotganini ko'rsatadi. Mana shu 5 ta raqam nazorat qilish to'satdan keladigan kasalliklardan eng yaxshi sug'urtadir. Videoni saqlab oling va yaqinlaringizga ham yuborib qo'ying.